Oyijon, endi meni bitta duo qila qoling, men keta qolay. Duo qilish endi seni navbating. Yer dumalab oshna, mayli yugur chop. Mal dunyoni shoshma, mayli qoplab top. Yuragingni qiynar ekan istirob. Nimaga, nima uchun, nega deysan? Onajoningni topolmaysan. Andijonlik ayol 9 yil farzand ko'rmay birdaniga 6 ta egizak farzandli bo'ldi. 6 nafar egizaklarga duch keldik. Gap shundaki, Muyassarxon ismli ayol 22 yoshida turmush qurib, 31 yoshgacha farzand ko'ra olmagan. Lekin doimiy vitaminlar iste'mol qilib va ko'plab duolardan so'ng homilador bo'lib, har birining o'rtacha vazni 1,5 kilogramm sog'lom chaqaloqlarni dunyoga keltirib, o'g'illariga Hasanboy, Husanboy, Tohir va Javohir, qizlariga esa Zahrixon va Zuhraxon ismlarini qo'ygan. Eslatib o'tamiz, afrikalik Goysama Sidxola ismli ayol ham 15 yil davomida farzandsizlikdan qiynalib, 10-may kuni birdaniga 10 ta egizak farzandlar ko'rib, dunyo rekordini o'rnatgandi. Egizak farzandlar niyat qilganlar videoga like bosishni unutmang. Andijonlik ayol 9 yil farzand ko'rmay birdaniga 6 ta egizak farzandli bo'ldi. 6 nafar egizaklarga duch keldik. Gap shundaki, Muyassarxon ismli ayol 22 yoshida turmush qurib, 31 yoshgacha farzand ko'ra olmagan. Lekin doimiy vitaminlar iste'mol qilib va ko'plab duolardan so'ng homilador bo'lib, har birining o'rtacha vazni 1,5 kilogramm sog'lom chaqaloqlarni dunyoga keltirib, o'g'illariga Hasanboy, Husanboy, Tohir va Javohir, qizlariga esa Zahrixon va Zuhraxon ismlarini qo'ygan. Eslatib o'tamiz, afrikalik Goysama Sidxola ismli ayol ham 15 yil davomida farzandsizlikdan qiynalib, 10-may kuni birdaniga 10 ta egizak farzandlar ko'rib, dunyo rekordini o'rnatgandi. Egizak farzandlar niyat qilganlar videoga like bosishni unutmang.